Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, agar mol-mulkingdan ayrilsang, azroqli narsangdan ayrilgan bo'lasan. Agar shon-sharafdan ayrilsang, xili ko'p narsangdan ayrilgan bo'lasan. Agar botirlikdan ayrilsang, hamma narsangdan ayrilgan bo'lasan. Sukut hargizmi gap qilmay, go'shib o'tirilish bo'lmasdan, balki qo'rsoqda plan tuzgash, tamkin qiyofatni saqlab turish. Texmi aniqroq qilib aytganda, tadbirli qo'mondonlarga xos salmoq ruhiy holat bilan qarshi tarafni terishtirib, tashabbuskorlikni qo'lga keltirishdir. Navoda sen ezilib ketgan pamirdek sulg'un qiyofatda tursang, ziyonning cho'ngini tatqanning tatqan. Sukut kishilarning o'z kuch qudratini ifodalashdagi bir xil abjil usul.